O'rikzor rezidensiya, O'rikzor bozori yonida juda yaxshi variantli kvartiramiz chiqdi. 2 xona 67 kvadrat. Kadastrlar hamma hujjatlari chiqib turibdi. White box, ya'ni oqsuvoq holatida. Arzon narx kanalida 49900 dollarga obzor qilib beramiz. Mana hovlisini ko'rishlaringiz mumkin. Baquvvat qurilgan. 16 etajli domning 16-etajida. Bu tarafda mana mashina qo'yish uchun bemalol joylari bor. Detskiy plashatkalari bor, besedkalar, zelen zonalar bor mana. 16 etajdan uning 16-etajida mana obzor qilib beramiz. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda uzun prikoshka, o'ng qo'l, chap qo'lga odatda idish shkaf yasatiladi. Kirganimizda o'ng qo'lda kattakon zali, mehmonxonasi, elektrik santena ishlari bo'lgan, stashkalar tekis qilib qo'yilgan, ya'ni bu yoq rotbunsimon qilib qo'yilgan. Devorlar bo'lib qo'yilgan gipsokartondan. Kirganimizda to'g'ridagi sanuzel bo'ladi, ya'ni hojatxona, o'ng qo'lda kattakon oshxonasi. Oshxonani bu tarafda kuxni mebel yasatib, bu yerda katta stol so'g'ib, bir xil mehmonni ham shu yerda kuzatyapti. Oilaviy choy o'tiradigan joylari. Bu tarafda mana 120 ga taxminan 3 metrli balkoni sirasi yopib tashlash kerak. O'ng qo'lda mana yaqinda buzilish kutilayotgan O'rikzor bozori. Uje sotuvga qo'yildi xabarlaringiz bo'lsa, O'rikzor bozori. Ana gazlar kelib turibdi, og'aynilar. Gazlar kelib turibdi. Gazda ovqat qilinadi, gazda isitiladi. Qishda kunida maza bo'ladi Novostroyka. Bu tarafda mana sanuzellari alohida. 67 kvadrat. Bu yoq mana sanuzel. Bu yoq ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ham shunaqa uz kabeldan yaxshisidan qo'yib ketilgan. Eng yaxshi tarafi skvozniy planirovka, ya'ni oshxonadan eshik ochilsa, bu yerda mana shamol yaxshigina aylanadi. Mana manzarani ko'rishlaringiz mumkin. To'g'risida hech qanaqa dom yo'q, pastda hovlilar. Mana to'g'rida Toshkent City'da chiroyli manzarasi, teleminora ham ko'rib turarkan, Yunusoboddagi. Yonida mana o'ng qo'lda masjidlar bor, azon ovozlari eshitiladi. Mahalladagi boriladigan anaqaga, bog'chaga, maktabga boriladi. Narxi eng taqalgani 49900 dollar o'tib berilmaydi. Bo'y 67 kvadrat, kalt notarsning o'zida berib yuboriladi. Ulgurib qoling, pastdan nomerga aloqa chiqing, faqat naqdga sotiladi. Pastdan nomerga aloqa chiqib ko'rasiz.